Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Mirzo Ulug'bek rayonidagi juda ham shikarni xonadonimiz, ya'ni uchastkamizni obzoriga kelganmiz. Bu uchastkamiz 10 sotiqdan iborat 10 ta xona, 7 ta sanuzelli xonadonimiz bo'ladi. Shu yerda yurakchani bitta qizartirib qo'ying. Hammamizga shunaqa uylar, ya'ni uchastkalarda yashashlik nasib qilsin. Demak, obzorni boshladik. Kelinglar. Xo'p, birinchi bo'lib mana tashqari fasadimizga yaxshilab ahamiyat berasiz. Juda ham ideal darajada bu uyimizni remont qilingan va yashil maydonlarimizni ham ko'rib turibsizlar, archalarimiz va bizni kirish qismimiz bu yoqda joylashgan. Mana kirish kichkina eshigimiz bu yoqda joylashgan, katta eshigimiz esa bu tarafimizda joylashgan. 10 sotiqdan iborat aytib o'tganimizdek, yalang'och mavzesida joylashgan lokatsiyamiz. Mana bu yoqqa bemalol katta eshikdan kirganimizda ikkita mashinamizga parkovkamiz bor. Yonboshimizdan qaraganda ham qaranglar, juda ham chiroyli ko'rinishi va juda ham chiroyli basseyni bor. Hozir basseyni ham ko'rsataman. Hamma joyimiz zeleniy zonalari, ya'ni yashil maydonlari bor, hurmatli obunachilar. Shundoq kirib faqat yashaydigan joyi. Qaranglar, basseynimizga ham bitta baho berib o'tasizlar. Basseynlarimizda mana suvlarni to'ldirib, mana yoshlarimizga ham bor, bu yoqda kattalarimizga ham bor. Juda ham chiroyli qilingan va u xonadonimizni tashqari sanuzelimiz bu yoqda joylashgan va bu yoqda esa bizni yozgi oshxonamiz, hurmatli obunachilar, gaz plitalari, ikkitalab o'choqlarimiz, bu yoqda mana mangalniy zonalarimiz va bu yoqda mana moykalarimiz, xullas hamma sharoiti bor. Ichkarilarga qani ketdik. Xo'p, do'stlar, mana uyimizni ichkari qismiga kirib oldik. Bu kiraverishimizdagi xo'l qismimiz bo'ladi. Hamma joyi to'pli-pol qilingan, kafillarimiz ham eng sifatlilari ishlatilgan. Xo'p, bu yoqqa bemalol mana bu yerlarga miyaqki mebellar qo'yib turib, bu yerdan ham foydalansangiz bo'ladi. Oynalarimiz hammasi panorama oynalar qilingan va bu yoqda mana televizorniy zonamizga joy tashlab ketilgan, hurmatli obunachilar. Xo'p, kelinglar, endi juda ham chiroyli bo'lgan mehmonxonamizga kiramiz. Marhamat, hurmatli obunachilar, ko'ringlar, mehmonxonamizni haqiqiy mehmonlaringizni olib kelib bemalol bu yoqqa o'tiradigan stol, stul, hamma narsani qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana konditsionerlarimizni ham qarang, juda ham bilinmaydigan darajada qilib tepaga joylashtirib qo'yilgan. Bu yoqqa suvenirlar, bu yoqda dekorli joylarimiz va televizorimiz uchun joylar va lustramiz ham отдельный под zakaz olib keltirilgan, juda ham chiroyli lustralar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Yuringlar, uyimiz kattaligi uchun tez-tez sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Ichkaridagi oshxonamiz. Xo'p, ko'rib turganinglardek, bu yoq ham juda ham katta. Bu yoqqa 18 talik stol, stullar qo'yib, mebellarni ham qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Uyimizni xolodilnigimizga ham yaxshilab bir ahamiyat berasiz. Juda ham katta xolodilnigimiz. Buni albatta bu uyda yashaydiganlar bemalol to'ldira oladi. Va gaz plitalarimiz, mana barcha texnikalarimiz germanskiy Bosch texnikalari qilingan va qarang, mana bu uyimizda hamma joy tashqari va ichkarilarda ko'p joyda toshdan ishlatilgan, naturalniy toshdan. Juda ham mustahkam. Yuringlar endi. Mana ikkinchi etajimizga bu yoqqa chiqib ketasiz, podval qismimizga bu yoqqa tushib ketasiz. Bu yoqda esa bitta spalniy qismimiz joylashgan. Spalniyamizga ham yaxshilab ahamiyat berasiz. Bu uyimiz zakritый двор 24/7 axrani qo'riqlaydi. Xo'p, mana ikkinchi etajimizga chiqib boryapmiz. Chiqishimiz bilan bizni juda ham chiroyli mana bunaqa qandillarimiz kutib oladi. Chiqqanimizda bu yoqda asosan spalniy xonalarimiz keladi, hurmatli obunachilar. Spalniy xonamiz demoqchiman, spalniy xonamiz va biralari va bu yoqda o'zining sanuzeli va dushovoylari joylashgan. Televizorlar uchun bu yoqqa dekorni qilib joylari ham tashlab ketilgan. Eng sifatli texnikalar ishlatilgan, hurmatli obunachilar. Bu yoqda esa garderob xonasi joylashgan. Aziz obunachilar, mana endi podval qismimizga kirdik. Qarang, podvalimizda ham juda ham kenggina qilib unumli foydalanishgan va podvalimizga bemalol bilyardniy stol, tennisniy stol va miyaqkilar qo'yib bu yoqdan ham foydalansangiz bo'ladi. Televizorniy zonaga joy tashlab ketilgan va bu yoqda bar qismimiz joylashgan. Bu yoqqa esa o'tiradigan stol, stullarni qilib foydalansangiz bo'ladi. Eng zo'r tarafiga kelyapmiz. Bu uyda pastki podvalimizda basseyn qismimiz bor, jakuzi basseynimiz, hurmatli obunachilar. Mana barcha fortichkalari ham bor va turetskiy hammomi, bu yoqda dushi va bu yoqda sauna qismi joylashgan. Xullas, toqqa borib dam olishni keragi yo'q, chunki tog'dan ham ziyoda joy bu joy.
Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, albatta opisiyaniyada yozib qoldiramiz yoki Telegram kanalimizga kirsanglar, batafsil ma'lumot berib olamiz. Bizga telefon qilsanglar, bu uyimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Sog' bo'linglar, sizlar bilan Muqbil Rahim bo'ldik. Yana ko'rishguncha.